Free audio post-production by alphonic.com. Yashamoq ko'z yoshlarga g'arq qilgan asar. Huzur sari. Yuy Hua. Yashamoq roman. Muallif haqida. Yuy Hua 1960-yilda Xitoyning Hanzhou shahrida tug'ilgan. Stomatologiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan. Mazkur sohada 5 yil faoliyat yuritgach, kasbini butunlay tashlab, hayotini adabiyotga bag'ishlagan. Uning Yashamoq nomli mashhur romani 1993-yilda nashr etiladi. Ushbu asar asosida rejissyor Jang Imou tomonidan suratga olingan film Kann kinofestivalida bosh mukofotga sazovor bo'ladi. 1994-yil. Yashamoq ko'plab mamlakatlarda, xususan Amerikada ham bestsellerlar ro'yxatiga kirib, o'zining badiiy qiymati bilan adabiy doiralarda katta hayajon uyg'otdi. Ushbu asar ayni kunga qadar 20 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Yashamoq Yuy Huanning o'zbek tiliga o'girgan ilk asari bo'lib, yaqin kunlarda yozuvchining Qonuni sotgan odam asari ham Huzur nashriyot tomonidan chop etiladi. Hozirgidan 10 yosh navqiron edim. Qishloqma-qishloq sari kezib xalq qo'shiqlarini to'plardim. O'sha yili yoz bo'yi qishloq uylarini oralab, hasharot to'la serquyosh qirlarda insiz qolgan chumchuqday kezib yurardim. Qishloq odamlari manzirat qilib ilingan achchiq choyni judayam yaxshi ko'raman. Ayniqsa dalaning etagida, daraxtning ostiga choy chelakni qo'yishadi-ku. Ha, ana o'shandan o'ylanib ham o'tirmay, choy quyqotib qolgan cho'michni to'ldirib ichib olasan. Xohlasang, idishingga ham qo'yib olishing mumkin. Yo'l-yo'lakay dalada javlon urayotgan odamlar bilan ikki og'iz gaplashgan bo'lasan. Qishloq qizlarining o'zaro shivir-shiviri va kulgulari quloqqa chalinadi. Shu zayl yo'lingda davom etasan. Bir kuni tushdan keyingi butun vaqtimni qovun dalasida qo'riqchilik qilayotgan qariya bilan suhbatlashib o'tkazdim. O'lay agar umrim bino bo'lib bu qadar ko'p qovun yemagan edim. O'rnimdan turib, xayrlashishga chog'lanar ekanman, qarasam qornim homilador ayollarnikiday shishib. Bir qarasam, bir qadam ham tashlay olmaydigan holga kelib qolibman. Bir safar keksa ayolning uyi bo'sig'asida tin oldim. U somondan kovush to'qish asnosida menga qo'shiq kuylab berdi. Namozgar salqini tushgan damlarda qishloq uylarining poyida o'tirishni xush ko'rardim. Botayotgan quyosh nurlari daraxt shoxlari aro yalt-yult tovlanib o'tar ekan, odamlar quduqdan suv tortib, chang ko'tarilmasligi uchun yerga sepishardi. Uniqib ketgan yelpig'ichda yelpinar, haddan ortiq sho'r tuzlamalarning ta'mini tatib ko'rar. Erkak va ayollarning suhbatiga quloq tutardim. Boshimda keng va qirrador somon shlyapa. Oyog'imda esa shippak. Belimdagi kamarga osiltirib olgan sochig'im dumga o'xshab ketimga urilib borardi. Kun bo'yi og'zimni xorday ochib esnar, dala yo'llari bo'ylab tentirardim. Shippagim shipillab ovoz chiqarar, xuddi hozirgina yuk mashinasi o'tib ketgandek ortimdan chang ko'tarilib qolardi. Shunchalar ko'p kezganimdan oxir-oqibat qaysi qishloqqa borib, qay biriga bormaganimni adashtirib qo'yadigan bo'ldim. Bir qishloqqa kirib borsam, bolalarning "Ana, esnoqa odam kelyapti" deb cho'g'irlashlarini eshitib qolardim. Shunday qilib qishloqliklar g'amgin qo'shiqlar kuylab hikoyalar aytib beruvchi kishi qaytib kelganini bilishardi. Aslida o'sha hikoya va qo'shiqlarni o'zlaridan eshitganman. Ularga nima yoqsa, menga ham shuni darrov o'rganib yoqtirib qolardim. Bir kuni yuz-ko'zi ko'karib, momaqaldiroq bo'lib ketgan dalaning bir chetida o'tirib yig'layotgan qariyaga duch kelib qoldim. Ahvoliga achindim. Yoniga yaqinlashayotganini ko'rgach, ho'ngrab yig'lay boshladim. Hol so'ragan bo'ldim. Jahllanib, pochchasidagi loyni tirnoqlari bilan qirib olar ekan. Uni shu ko'yga solgan odam o'zining noqobil farzandi ekanini aytib qoldi. Sababini so'raganimda esa har bir
esa bir nimalar deb g'o'ldiradi. Tushunishim bo'yicha, bu qariya o'z keliniga tegajog'lik qilgandi. Yig'im terim payti. Bir kuni tushdan keyin ulkan darvozasi lang ochiq turgan uyga kirib, idishga suv so'radim. Kalta pocha shim kiyib olgan bir odam meni quduqning yoniga boshladi. Faromush holda bir chelak suv tortib berdi. Keyin esa ichkariga sichqonday pildirab kirib ketdi. Eshitadigan xalq qo'shiqlarim kabi tez-tez uchrab turadigan bunday holatlar men uchun hayratlanarli emas. Chor tarafda yastanib yotgan yam-yashil dalalarga ko'z tikar ekanman. Ekinlar qanday qilib bu qadar gurkirab o'sganini yanada yaxshiroq anglardim. O'sha yili yozda sal bo'lmasa bir qiz bilan boshimni bog'lab qo'yishardi. Yuzi ham, qalbi ham go'zal bu qizning bug'doyrang chehrasi hali hanuz ko'z o'ngimdan ketmaydi. Uni ilk bor ko'rganimda pochalari shimarilgan holatda soy bo'yida, chim ustida o'tirardi. Qo'lidagi bambuk tayog'i bilan o'rdak galasiga ko'z-quloq bo'layotgandi. 16-17 yoshlardagi bu qiz tushdan keyingi jaziramada men bilan gaplashib o'tirdi. Judayam uyatchan ekan. Har ma'sumona tabassumdan so'ng boshini quyi solib olardi. Shimarilgan pochalarini asta tushirar ekan, yalang oyoqlarini u to'lalar orasiga yashirishga urinardi. O'sha kuni chakagim tinmadi. Nima qilib bo'lsa ham uni sayrga olib chiqish haqidagi uydirmalarim bilan qizning boshini rosa aylantirdim. Avvaliga hayajonim ancha kuchli edi. Gaplarim ham samimiy chiqayotgandi. Uning yonida chindan ham o'zimni baxtiyor his qilar. Oxiri nima bilan tugashi haqida esa umuman bosh qotirmayotgandim. Ammo sal keyinroq ho'kizdek baquvvat uch akasi ustimdan bostirib kelgach, qo'rquvdan yuragim yorilib ketay dedi. Darrov juftakni rostlab qolishim kerakligini angladim. Yo'qsa o'sha qizga uylanishga majbur bo'lardim. Fugui ismli qariya bilan tanishgan paytim yoz mavsumi endigina boshlanayotgan edi. O'sha kuni tushdan so'ng dam olish uchun serbarg daraxt poyida oyoq ildim. Dalalardagi paxta terib bo'lingan boshiga ro'mol o'ragan 3-4 ayol g'o'zapoyalarni yig'ishtirar, sug'urib olingan poyalarning ildizidagi tuproqni qorardi. Somon shlyapamni yechib, belimga qistirilgan sochiq bilan ter qo'ylayotgan yuzlarimni artdim. Yonimda issiq ta'sirida sarg'ish tusga kirib qolgan mo'jaz bir qo'l. Daraxtga suyangancha unga termilib qoldim. Ko'p o'tmay uyqu elta boshladi. Chim ustiga cho'zildim. Yuzimni shlyapa bilan yopib oldim. Yelkamga osadigan xurjunimni esa boshimning ostiga yostiq qilib ko'zlarimni yumdim. Shu kuyi 2 soatcha mizg'ibman. Bu orada bir necha chumoli oyoqlarimga o'rmalab chiqib olibdi. Uy qusiragancha qoqib tashladim. Sal o'tgach, mol boqib yurgan bir kishi qo'lidagi bambuk hassasini ko'targancha baqira-chaqir qilib suv bo'yiga yaqinlashdi. Uyqum uchib ketdi. U molini sug'orishga olib kelar ekan ovozi aniq-tiniq eshitila boshladi. O'rnimdan turdim. Yon tarafimdagi dalada bir mo'ysafid o'ziga o'xshash qari ho'kiz bilan yer haydayotgandi. Ho'kiz azbaroyi omoch tortaverib charchab ketgan bo'lsa kerak. Boshini quyi solintirgancha mo'ltirab turardi. Unga qo'shilgan omochga suyanib qolgan yelkasi yalang qariya esa ho'kizning tanballigidan nolib unga g'azab bilan baqirardi. Ho'kizlar yer haydaydi, rohiblar kambag'allarga sadaqa to'playdi. Xo'rozlar tong otgandan darak berib qichqiradi. Ayollar mato to'qiydi. Hech zamonda yer haydamaydigan ho'kiz ham bo'larkanmi? Bu azaldan shunday. Qani qimirla, yursangchi. Qarib qolgan va o'lguday toliqqan ho'kiz cholning tanbehlarini eshitib, go'yo u aybini qabul qilganday boshini ko'tarib, omochni asta torta boshladi. Qariyaning yag'rini ham ho'kiznikiday qop-qora bo'lib ketgandi. Har ikkisi ham garchi hayotlarining so'nggi damlarini yashayotgan bo'lishsa-da, bir amallab toshloq dalani haydashning uddasidan chiqishayotgandi. Bu orada qariya odamni hayajonlantirib yuboradigan darajada past ovozda qadim xalq qo'shig'ini hirgoyi qila ketdi. Avvaliga uzundan-uzun kirish, keyin esa 2 misra o'qigan bo'ldi. Imperator meni o'z qiziga so'rarmish,
Suratmish: poytaxt yiroq, yo'l uzoq, ilojsiz kuyov bo'lmoq. Yo'l olis bo'lgani uchun imperatorning kuyovi bo'lishni istamayotganmish. Qariyaning o'ziga bu qadar yuqori baho berishi kulgimni qistatdi. Ho'kiz tag'in sekinlab qolgandi. Chol yana baqira ketdi: elcha, Yujin, qani, to'xtash yo'q. Qara, Jiyashin va Fengxe qanday yaxshi haydashyapti yerni. Hatto Kugen ham buni uddalayapti. Bir bosh ho'kizga shunchalar ham ko'p ism qo'yiladimi? Qiziqib, dala oraladim. Qariyaga yaqinlashgach, bu ho'kizning nechta laqab bor o'zi dedim. Chol ommachiga suyangancha qaddini rostlab menga boshdan oyoq razm solib qaradi. Sen shaharliksan, shundaymi? Ha, deya bosh irg'adim. Qariya ishonch bilan: bir qarashdayoq sezgandim o'zi, dedi. Xo'sh, bu ho'kizning nechta laqab bor? Savol berdim. Qariya: bu ho'kiz Fugui. Uning bitta laqabi bor, xolos, deb javob berdi. Lekin biroz avval bir necha ism bilan chaqirdingiz-ku. Mo'ysafid yoyilib-yoyilib kuldi. Qo'li bilan imlab meni o'z yoniga chaqirdi. Yaqinlashganimda nimadir demoqchi bo'ldi-yu, negadir darhol fikridan qaytdi. Ho'kiz boshini ko'targanini ko'rib unga o'shqirdi. Darrov qulog'ini ding qilma, qani boshingni eg va ishla. Ho'kiz boshini xam qildi. Bu orada chol menga asta shipshidi. Dalani bir o'zim haydayapman deb o'ylashdan hadiksirayman-da. Shuning uchun uni aldash niyatida bir nechta ismlarni aytyapman. Atrofda boshqa ho'kizlar ham omoch tortayotganini eshitsa, yaxshiroq ishlaydi. Qariya jilmaydi. Oftob nurida yaltiragan bug'doy bag'is yuzidagi ajinlar bir-biriga qorishib ketdi. Ular xuddi loy to'lib qolgan egatlarga o'xshardi. Keyinroq o'sha quyuq ko'lankali daraxt ostiga yonimga kelib o'tirdi va jazirama tushdan so'ng menga o'z hikoyasini so'zlab berdi. 40 yildan ko'proq vaqt oldin otam bu dalalarni boshdan oyoq kezib chiqardi. U qora ipakdan tikilgan ko'ylak kiyar, qo'lini orqasiga qovushtirib olardi. Uydan chiqar ekan onamga yerlarimni bir aylanib kelay derdi. Otamni ko'rgan ishchilar mehnatdan bir zum boshlarini ko'tarib, xo'jayin deb salom berishardi. Shaharga borganda esa odamlar unga janob deb murojaat qilishardi. O'ziga yarasha hurmati bor edi, biroq hojatga oddiy kambag'allarga o'xshab chiqardi. Xonasida, yotog'ining yonida turadigan tuvakka bavul qilishni xushlamas. Dala hayvonlaridek tabiat qo'ynida ochiq havoda bo'shanishni yaxshi ko'rardi. Har kuni qorong'u cho'kkach, qurbaqaning vaqillashiga o'xshab kekrar. Xonasidan chiqib qishloqning kiraverishdagi hojatxonaga qarab yo'l olardi. Otam qorong'ulik uning dalalari ustiga bostirib kelar ekan, borgan sayin rang-tusini o'zgartirib borayotgan osmonni tomosha qilishni xush ko'rardi. O'sha paytlarda moddiy ahvolimiz juda yaxshi. 65 gektardan oshiq yerimiz bor edi. Shu yerdan fabrikaning mo'risi ko'rinib turgan joygacha bo'lgan hudud bizga, Xu oilasiga tegishli edi. Otam va men yon atrofda boy badavlatjanob va uning merosxo'ri sifatida tanilib ulgurgandik. Piyoda yurganimizda boshmoqlarimizdan mis tangalarning bir-biriga tegganda chiqadigan tovushga o'xshash sas eshitilardi. Rafiqam Jiyashin shahardagi guruch omborxonasi egasining qizi edi. U ham o'ziga to'q oilada tug'ilgan. Boy oilalarning birlashuvi sarvatning bir joyda yig'ilishi demakdir. Daryo-daryo bo'lib oqqan pullarning ovozini eshitmaganimga mana 40 yildan oshibdi. Men Xu oilasining merosxo'riman. Otamning ta'biri bilan aytganda, uning osiy vakiliman. Bir necha yil maxsus maktabda ta'lim oldim. Uzun jubba kiyib olgan muallim bir marta menga matn o'qitganda juda xursand bo'lib ketgandim. Mato jildli bir Bin Im klassikasi. Ya'ni bolalarga xitoy yozuvi va xattotlikni o'rgatish uchun qo'llaniladigan asosiy ta'lim matni nomli kitobni qo'limga olib o'rnimdan turgandim va o'qituvchimga qarab, yaxshilab quloq osing, otangiz sizga bir matnni o'qib beradi, degandim. Shundan so'ng 60ni qoralagan o'qituvchim dadamga qaradi: bu o'g'lingiz katta bo'lsa boshingizga bitgan balo bo'ladi, degan edi. Yoshligimdan beri shunday sira odam bo'lmadim. Bu ham otamning
so'zlari. Muallimlar mendan nimadir kutishni o'zi bema'ni ekanini hech qachon o'zgarmasligimni ta'kidlashardi. Hozir o'ylab qarasam to'g'ri aytishgan ekan. Avvallari bunday fikrda emasdim. Pulim bor, Kimsan Xu oilasining yagona merosxo'riman. Menga biror kor hol bo'lsa, Xu oilasining kuni bitadi deb o'ylardim. Maktabga hech qachon yayov qatnamasdim. Uyimizda ishlaydigan bir xizmatkor meni doim yelkasiga o'tqizib olib borardi. Darslar tugagach yana yerga cho'kkalab meni hurmat bilan kutib turardi. Ustiga chiqib olgach, boshiga bir urib, "Changin, qani bir yurchi" derdim. Changin darrov chopa boshlardi. Men esa uning ustida chayqalib borardim. Go'yo daraxtdagi qushlarga o'xshardim. Qani uch desam Changin ham xuddi uchayotgandek yugurardi. Ulg'ayganim sari shaharga borish, uyda qoramni ko'rsatmasdim. Ulg'ayganim sari shaharga borish yoqib qoldi. Ba'zan 15 kunlab uyda qoramni ko'rsatmasdim. Oppoq ko'ylak kiyib, taralgan va yaltiragan sochlarim bilan ko'zguning qarshisiga o'tganimda o'zimni o'ta badavlat insonlardek his qilardim. Islovatxonaga borishni yaxshi ko'rardim. Ayollarning yuz karashma ila xandon otib kulishlarini eshitish shiddatli istak uyg'otardi ichimda. Xomsut emgan banda. Yengildak ayollarga bir marta ilakishdingmi, albatta qimorxonaga ham tanda qo'yasan. Fohishaxonaga borish va qimor o'ynash xuddi qo'llarni yelkaga bog'lab qo'yilishga o'xshaydi. Ularni sira ajratib bo'lmaydi. Shunday qilib qimorga mukkasidan ketdim. Istovatxonaga borish esa ko'ngil ermagim, ya'ni kishi ko'p suv ichib yuborganda hojatxonaga borishga ehtiyoj tuygani kabi yanada ochiqroq aytadigan bo'lsak, faqat kichik hojatni chiqarishdek gap edi. Biroq qimor boshqacha. U meni ham xushnud qilar, ham holdan toydirardi. O'yin hayajoni mislsiz darajada huzur berardi. Odatda kunimni hech bir g'oya va maqsadlarsiz bekor o'tkazardim. Har kuni ertalab uyg'ongach yagona o'yin bugungi kunni qanday o'tkazsam ekan deb o'ylash bo'lardi. Otam tez-tez xo'rsinib, ota-bobolarimizga loyiq bo'lmaganim uchun tanbeh berardi. Men esa ajdodlarimizga munosib bo'lish faqatgina mening vazifam emasligi haqida o'ylar. O'zimga o'zim nima uchun yallov qilib yashash imkoni turganda ota-bobolarimga loyiq bo'lishdek mashaqqatli ishga tutilishim kerak derdim. Qolaversa, otam ham yoshligidan xuddi mendek bo'lgan ekan. Bir vaqtlar sulolamiz 130 gektardan ko'proq yerga egalik qilgan. Ammo padarimning qo'liga o'tgach, bora-bora 65 gektar bo'lib qolibdi. Dadamga qarata xavotir olmang, ota-bobolarimiz mening o'g'lim bilan faxrlanishadi derdim. Kelajak avlodga yaxshi narsalarni qoldirish kerak. Onam bu gapni eshitganida qah-qah otib kulib yubordi va menga asta pichirladi. Otang ham yoshligida bobongga shunday der ekan. O'zimcha otamning men amalga oshirishimni istagan narsalar aslida bir paytlar o'zi qila olmagan ishlar bo'lsa kerak deb o'yladim. Buni qanday qilib qabul qilishim mumkin axir? O'shanda hali o'g'lim dunyoga kelmagan, qizim Fenxia esa endi 4 yoshga to'lgandi. Rafiqam Jiashin o'g'limizga 6 oylik homilador edi. Ko'rinishi xunuklashib ketgandi. Yurganida go'yoki oyoqlari orasiga tayoq tiqib olganday oldinga emas, balki yon atrofga lapanglab ketardi. Unga sovuqqina qilib, yoningdan shamol o'tib ketsa ham bosh qorong'i bo'lib qolasan-a, degandim o'shanda. Jiashin gap qaytarmasdi, biroq mendan bunday yoqimsiz gapni eshitib xafa bo'ldi va astagina shamol unchalik ham kuchli esgani yo'q edi deb qo'ydi. Kimdir qimor o'ynay boshlaganimdan beri rostdan ham ajdodlarimga loyiq farzand bo'lishni istardim. Otam qo'ldan chiqargan yerlarni qaytarib olishni o'ylardim. O'sha kunlar otam mendan shaharda nima qilib sandiraqlab yurganimni so'rab qoldi. Men unga bekor yurganim yo'q, ishlayapman dedim. Nima ish qilyapsan javobini eshitishi bilan tepasi ochlikka bo'ldi. Yoshligida u ham otasiga xuddi shunday javob qaytargan ekan. Shaharda qimor o'ynab yurganimni bilgach, oyog'idagi kumash poyabzalini chiqarib menga qarata otdi. Chap berib qoldim. 1-2 marta urib to'xtasa kerak deb o'ylagani odatda bitta yo'talishga zo'rg'a kuch yetadigan otam meni kaltaklashga kelganda birdan kuchga to'lib qolardi. Men ham anoyi emasman. O'stakday do'pposlashiga qarab tura olmasdim. Qo'lidan tutib, "Ana bo'ldi, endi ota", dedim.
Dunyoga kelishimga sababchi bo'lganingiz uchungina jim turibman. Yetarpas deb qo'shib qo'ydi. Otamning o'ng qo'liga yopishgandim. Bu safar chap qo'li bilan o'ng oyog'idagi kovushini chiqarib oldi. Qarasam haliyam kaltaklash ko'rinyapti. Chap qo'lini ham tutib oldim. Harakat qila olmay qoldi. Jahli chiqqani uchun biroz muddat titrab, "Oxiri xayrsiz bola" deb baqirdi. Men ham o'z navbatida unga "Yo'qoling" dedim. Qo'llarim bilan itargan edim, devor ostiga yiqilib tushdi. Yoshligimda o'ynadim, kuldim, fahsh botqog'iga botdim. Qimorga berdim. Bekorchilik va dangasalikning barcha ko'chasiga kirib chiqdim. To'kchining mo'kkisiday qatnaydigan joyimni islohotxona deyishardi. O'sha yerdagi bir biqqa jonim aqlimni olib qo'ygandi. Uning yonida o'zimni dengizda chayqalib borayotgan kemada uxlayotgandek sezardim. Guruch omborxonasining egasi bo'lgan qaynotam Janobjon qora ipak ko'ylagini kiyib olib, savdo rastalarida ko'rinishni berardi. Payt o'sha yerdan o'tsam, yonimdagi so'yg'oyoq ma'shuqamni turtib qo'yardim. Shlyapamni yechib, "Salomatmisiz, janob?" derdim. Unga shunday deganimda qaynotamning yuzi burishib ketar. Men bo'lsam qiqir-qiqir kulgancha yo'lda davom etardim. Keyinchalik otam menga aynan mana shu harakatlarim tufayli qaynotam bir necha bor asabi buzilib, kasal bo'lib qolganini aytgandi. Men esa unga javoban, "Yo'g'ay, siz-ku mening o'z otamsiz, biroq shu kungacha hatto biror marta asabingiz buzilgani yo'q-ku. U kasal bo'lib qolsa men aybdor bo'lamanmi shunda?" dedim. Qaynotam mendan qo'rqardi, buni bilardim. Biror yengilsak ayol bilan do'kon oldidan o'tayotganimni ko'rib qolsa, mushukdek qo'rqib iniga qochgan sichqonday g'oyib bo'lardi. Men bilan yuzma-yuz gaplashib olishga yuragi betlamasdi. Ammo do'koni oldidan o'tib ketayotganda kuyov sifatida odob saqlashim kerak edi. Har o'tganimda o'zini panaga urayotgan qaynotamga baland ovozda xayrli kun tilashni kanda qilmasdim. Eng e'tiborga molik voqea yapon bosqinchilari taslim bo'lgach, qo'ldan boy berilgan yerlarni qaytarib olish uchun qo'shinning shaharga kirib kelishi bo'ldi. O'sha kuni shahar o'ta gavjum bo'ldi. Ko'chalar rangdor bayroqcha ko'tarib olgan odamlar bilan to'lib toshdi. Barcha do'konlarning peshtoqiga moviy osmon va oppoq quyosh tasviri tushirilgan milliy tug' ilib qo'yilgandi. Qaynotam do'konning old qismiga chan qayishining kattaligi naq ikkita darvozachalik keladigan ulkan rasmni osib qo'ygandi. Do'kon ishchilari chan qayishining o'ng tomon cho'ntagi yonida turishardi. O'sha kuni tuni bilan qimor o'ynadim. Yelkasida zil-zambil guruch xaltasini ko'tarib ketayotgandek hammoldek horg'in his qilar etardim o'zimni. Aqlim boshimdan uchgan edi. Uyga borganimda ham chamasi 15 kundan oshgan. Bormaganimga ham 15 kundan oshgandi. Ust-boshim bir ahvolda edi. Oyog'im bilan turtib o'sha biqqim ma'shuqamni uyg'otdim va u bilan birga uyga qarab yo'l oldim. Uyga yetib kelgach, ayolni qaytarib olib ketishi uchun aravacha chaqirtirdim. Birga kelayotganimizda Chunonam Vaysadagi jagagi tinmadi. Nima emish, chaqmoq ma'budi ham insonlar uxlab yotganida chaqnamay turarmish-da, odamlarni uyg'otib yuborishni istamasmish-da, endigina ko'zi ilinganda men uni uyg'otib yuborganmishman. Bag'ritosh ekanligimdan nolidi. Ko'ylagini ichiga bir dona kumush tanga tashlagani birdan jim bo'ldi qoldi. Shahar darvozasiga yaqinlashganimizda qarasam, har tarafda odam qaynab yotibdi. Kayfiyatim joyiga tushdi. Qaynotam shahar savdo palatasi boshlig'i edi. Ancha uzoqda bo'lishiga qaramay, ko'chaning o'rtasiga chiqib olib, hamma tayyor tursin. Askarlar yetib kelgach, olqishlab hurmat ko'rsatilsin deya baqirayotganim eshitilib turardi. Bir odam meni ko'rib harlab kuldi va kelishyapti dedi. Qaynotam askarlar kelayotgan bo'lsa kerak degan xayolda darhol o'zini chetga oldi. Yonimdagi ayolni pinjimga suqib olgan edim. Ko'chaning har ikkala tomonida yig'ilgan olomon bizga qarab kulib yubordi. Odamlarga bosh irg'ab salom berar ekanman, miyig'imda kulib qo'yardim. Qaynotamning yonidan o'tayotib, ma'shuqamni yanada o'zimga tortib baland ovozda, "Muhtaram otaginam, kuyovingizning salomini qabul aylang" dedim. Bu gal uni rostdan ham yerga urgan edi. Turgan joyida qotib qoldi, lablari titray boshladi. Biroz vaqt o'tib bo'g'iz ovozda, "Ey Xudoyim, daf bo'l bu yerdan" deb baqirdi. Og'zidan chiqayotgan gaplar go'yoki unga tegishli emas edi. Rafiqam Chiyashin shahardagi serjilva hayotimni albatta bilardi. U juda ham yaxshi ayol edi. Shunday pokiza qalbli ayol bilan oila qurganim eng katta omadim. Chiyashin hayotda menga ato qilingan hadya bo'lsa
kerak. U hamisha itoatkor ayol bo'lib, amrimga so'zsiz bosh egardi. Ko'ngilxushlik qilgani ketsam, uyda o'tirib xavotir olardi xolos. Menga hech qachon bir og'iz ham e'tiroz bildirmasdi. Xuddi onamga o'xshardi. To'g'risini aytishim kerak, aksar vaqtimni shaharda o'tardi. Bu ketishda Jiyashinning xo'rligi kelishi tabiiy. Boyaqi shunchalar baxtsiz ediki, hech narsadan huzur topa olmasdi. Bir kuni shahardan uyga qaytib kelib, endi stolga o'tirgandim, jamiki o'tirgan edimki ham o'tirgan edim hamki, Jiyashin yuzida tabassum bilan oldimga 4 xil ovqat olib kelib qo'ydi. Ortidan bir qadah sharob to'ldirib ovqatlanayotganimda yonimga cho'kdi. Kulishi g'alati tuyuldi. Uni nima bunchalar xursand qilganini bilolmay hayron edim. Bugun biror maxsus kunmidi deb o'yladim, ammo baribir eslolmadim. So'rasam indamadi. Jilmagan ko'yi mendan ko'zini uzmasdi. Ovqatlarning bari sabzavotlardan tayyorlangandi. Jiyashin har birini o'zgacha uslubda hozirlagan. Shu bilan birga har bir idishning tubida katta, kichik go'sht bo'laklari bor edi. Avvalga e'tibor bermadim. Biroq so'nggi idishni boshitar ekanman, yana go'sht bo'laklariga duch keldim. Avvaliga hayron bo'ldim, keyin esa qahqaha otib kuldim. Jiyashin nima qilmoqchi ekanligini tushungandim. Menga nimadir anglatmoqchi. Sirtdan qaraganda turlicha ko'rinsalar-da, munosabatlar davom etgan sayin ayollarning bari bir xil bo'ladi. Bu haqiqatni bilishimga qaramay, boshqa bir ayolga ko'zim tushib qolsa, balki u boshqachadir deb o'ylayverdim. Ichimda tushunuvsiz holat. Muddaoingni tushundim, dedim Jiyashinga. U men tufayli baxtsiz ekanligini hech qachon bilintirmasdi. Tabiati shunday edi. Gapni aylantirar, turli yo'llar bilan menga zarba berishga urinar. Lekin bunday o'yinlar menga o'tmasdan, otamning qovushining zarbasidan xotinimning o'ylari meni to'xtatib qolishga xotir edi. Shaharga borishni haliyam xush ko'rardim. Islomxonam ham erkak zotining xayolidan nimalar o'tayotganini anglay oladigan yagona odam edi. U Jiyashinga bir kuni shunday dedi: "Erkaklar ocho'fat mushukka o'xshaydilar." Onam bu gapi bilan nafaqat mening ahvolimni tasvirlagan, balki ayni paytda dadamning yashirin o'tmishiga ham hamla qilgan edi. Shama qilgandi. Bu payt otam kursida o'tirgandi. Bu so'zlarni eshitishi bilan hayratdan ko'zlari olayib tirjaya boshladi. Yoshligida uning ham ayollarga suyagi yo'q emish. Faqat sho'xlik qila olmaydigan yoshga yetganidagina o'zini hozirgidek tuta boshlaganmish. Islohotxona ayni paytda men qimor o'ynaydigan joy ham edi. Eng ko'p Xitoy dominosi, 9 karta va soqatosh tashlardim. Har o'ynayotganimda yutqazar va har boy berganimda otamning yoshlikda qo'ldan chiqargan 65 gektar yerini qaytarib olishcha yanada kuchli hirs va ishtiyoq bilan o'ynay boshlardim. Boshda shu yerning o'zida to'lab qo'ya qolardim. Agar pulim bo'lmasa, Jiyashinning yoki onamning taqinchoqlarini to'nardim. Hatto qizim Feyxayaning tilla zanjirini ham o'g'irlaganman. Keyin qarzga o'ynaydigan bo'ldim. Qarz beradiganlar badavlat oiladan ekanligimni bilar. Shu bois ham ko'proq qarzga boshimga qo'yib berishardi. Qarzga o'ynay boshlaganimdan beri ancha boy berganimning hisob-kitobini qilmay qo'ydim. Qarz berayotganlar ham buni menga eslatishmasdi. Aslida o'sha qolgan 65 gektar yerimizni qo'lga kiritish uchun yashirin reja tuzishgan ekan. Yutadigan tomon hamma narsani hiyla bilan qo'lga kiritishni faqatgina ozodlik urushidan keyingina tushunib yetdim. Hamisha yutqizib, hech ham yutmasligimga hayron qolmasa ham bo'ladi. Kishi bilmas cho'q qazib meni unga otdilar. O'sha paytlarda qimorxonada Janob Shen ismli bir odam bo'lardi. Taxminan 60larni qoralagan. Ko'zlari mushuknikidek ayyor va chaqqon edi. Moviy ko'ylak kiyib olib, ko'pincha bir chetda gavdasini adil tutgan holda o'tirar. Ko'zlari xuddi shu pinakka yetgan chala yumuq holda bo'lardi. Qimor stolidagi hamlalar jiddiylashgan sari Janob Shen yo'tala boshlardi. Asta kelib stolda o'yinni bemalol kuzata olishi mumkin bo'lgan joy tanlardi. Uzoq vaqt tik oyoqda qolmasdi. Biroz tomosha qilgandan so'ng kimdir o'rnidan turib unga joy berardi. "Marhamat, Janob Shen, o'tiring." Janob Shen jubbasini yig'ishtirib o'tirar ekan, qolgan 3 qimorbozga qarata "Marhamat, davom eting" derdi. Qimorxonadagi hech kim uning yutqazganini ko'rgan emas.
Kartalarni qorishtirar ekan, qo'llaridagi ko'k tomirlar yorilib ketadigan darajada bo'rtib chiqardi. Dasta uzayib qisqarar ekan, shamol esayotgandek ovoz chiqardi. Kartalar uning barmoqlari orasidan yo'qolib qolar, keyin yana paydo bo'lardi. Tomosha qilishning o'ziyoq ko'zlarimni tindirib yuborardi. Janob Shen, bir safar menga qimor faqatgina bir juft ko'z va chaqqon qo'llardan iboratdir. Ko'zlaring baliqning ko'zidek katta-katta va qo'llaring ilon baliqdek silliq bo'lishi shart edi. Yapon bosqinidan so'ng Longer paydo bo'ldi. Shevasi antiqa edi. Unga quloq solishning o'zi qanchalar murakkab odam ekanligini anglash uchun yetarli bo'lardi. Ko'p yerlarda bo'lgan dunyo kezgandi. Jubba kiymas, asl ipakdan tikilgan liboslarni afzal ko'rardi. U bilan birga kelgan ikki kishi yonlarida ikki somon quti olib yurishardi. O'sha yili janob Shen Longer o'rtasidagi o'yinlar ajoyib bo'ldi. Qimorxona janob Shen, Longer va ularning ishqibozlari bilan to'lib toshardi. Longerning ortda qo'lidagi padnisda quruq sochiq tutgan ofitsiant bo'lardi. Longer orada bir sochiqni olib qo'llarini artardi. Nega nam emas, balki quruq sochiq ishlatayotgani bilan qiziqardik. Qo'llarini go'yoki ovqat yeb bo'lgandan keyin artgandek artardi. Boshida u ko'p yutqazardi. O'zi bezovtalanmasa-da, yonidagi ikki go'mashtasiga bu yoqmasdi. Ulardan biri ichida so'kar, ikkinchisi esa uzun-uzun uf tortardi. Janob Shen doimo g'olib bo'lardi. Biroq yuzidan buni anglash imkonsiz edi. U hamisha go'yo yutqazgandek qoshlarini chimirib olardi. Boshini oldinga egib, ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek bo'lib, Longerning qo'llarini kuzatardi. Janob Shen qarayotgandi. Tun bilan qimor o'ynagandan so'ng qiynalib nafas olar, terlab ketardi. Peshonasidan esa ter to'kilardi. Bu qo'l hamma narsani hal qiladi, dedi janob Shen. Longer patnisdan pichog'ini olib, qo'llarini artar ekan. Qani boshlang, deb qo'ydi. Bor pul tikildi. Ozroq joyini aytmaganda stol yuzasining butun sathi pul bilan qoplandi. Har birida 5 tadan karta bor. Longer o'rtasini ochdi. O'sha payt bor umidimni yo'qotgan ikki shotiri kartalarni bir chetga surib, tamom bo'ldik, boy berdik deyishdi. Yo'q, yutqazmadik, yutdik, dedi Longer va oxirgi kartani ochdi. Tuz qarg'a. Buni ko'rgan go'mashtalari esa kula boshladi. Aslida janob Shinning ham oxirgi kartasi tuz qarg'a edi. 3 ta tuz va 2 ta qiroli bor edi. Longerning 3 ta malikasi va 2 ta shahzodasi bor edi. Longer tuz qarg'asini ochganda janob Shen biroz hayajonlangandek bo'ldi, ammo keyinchalik hamma kartasini stol ustiga tashladi va yengildim, dedi. Aslida har ikkalasida ham tuz qarg'ani cho'ntaklaridan chiqargan edilar. Bir dastada bitta tuz qarg'a bo'ladi. Longer birinchi bo'lib kartalarni ochgani uchun janob Shenning mag'lubiyatini tan olishdan boshqa chorasi qolmadi. Bu uning ilk mag'lubiyati edi. U stolga tayanib o'rnidan turdi va ketishdan oldin qo'llarini bir-biriga qovushtirib, Longer va uning yonidagi odamlarga hurmat bajo keltirdi. Eshikka yaqinlashgach, ortiga o'girilib, endi qarabman, deb qo'ydi. O'sha kundan beri janob Shenni hech kim ko'rmadi. Ba'zilar uni ertasi kun to'yda aravaga minib ketayotganda uchratganmish. Janob Shen ketgach, Longer shaharchaning eng usta qimorbozi bo'lib qoldi. Longer janob Shendan farq qilardi. Janob Shen umuman boy bermas edi. Longer esa o'rtaga tikilgan dovch kichik bo'lsa boy berib turardi. Biroq qo'yilgan mablag' yuksalgan sari aslo yutqazmasdi. Men ham qimorxonada Longer bilan qimor o'ynab turardim. Ba'zan yutqazardim, ba'zida esa omadim chopib, shu bois hech qachon o'zimni boy berayotgandek his etmasdim. Aslida yutganlarim uning cho'g'i ancha kam, ammo boy berganlarim ziyoda edi. Zulmat ichra yo'limni yo'qotib qo'ydim. Fikru xayolim ota-bobolarimizga loyiq avlod bo'lish edi. Jiyashen meni axtarib kelgan kun so'nggi bor qimor o'ynagan kunim bo'ldi. Keyinchalik Jiyashenning aytib berishiga qaraganda kunbotar payti ekan. O'shanda to'g'risi kunning qay pallasi ekanligidan mening umuman xabarim yo'q edi. O'g'limiz Syuchinga 7-8 oylik homilador bo'lgan xotinim qimorxonaga qidirib kelgandi.
Meni ko'rgach, sassiz, sadosiz yerga tiz cho'kdi. Avvaliga uni ko'rmadim ham. O'sha kuni oshig'im olcha edi. Soqqa toshni tashlayotgan edik, 10ta qo'l o'ynayotganimizdan beri 8 yoki 9-chi bor tashlayotgandim. Men istagan tosh tushayotgandi. Ro'paramda longer o'tirardi. Soqqa toshni ko'rib qiqirlab kuldi va "Do'stim, menimcha yana men yutqazdim shekilli" dedi. Longer chap dastalik bilan karta chiqardi. Janob Shenni yengganidan beri meni dohil hech kim u bilan karta o'ynashga jur'at qila olmagandi. U bilan faqat soqqa tosh o'ynardim. Ammo Longer bu o'yinda ham ustasi farang edi. Ko'pincha yutar, juda kamdan-kam hollarda yutqazardi. Lekin o'sha kuni men g'oliblik nashidasini suymoqda edim. U esa ketma-ket boy berayotgandi. Issiq ko'zlari va labiga qo'ndirilgan sigareti bilan o'zini hammasi joyidadek tutishga urinardi. Yengilgan sayin mo'ylovi ostidan jilmayib qo'yardi, biroq nozik qo'llari bilan pulni men tomon surar ekan, o'zini bu holatga umuman e'tibor qilmayotgandek tutardi. Hech bo'lmasa bir martagina iching achsin boy bergan pullaringga deb o'ylardim men. Hamma odamlar bir xil. Birovning cho'ntagidan pul olganda yuzlari yorishib ketadi, kulishadi, ammo yutqazish navbati o'zlariga kelganda go'yo azobgandek ko'z yosh to'kishadi. O'yinga boshim bilan sho'ng'ib ketgandim. Bir payt kimdir ko'ylagimdan tortqiladi. Seskanib ketdim. Ne ko'z bilan ko'ray ki rafiqam Jashin. Uning tiz cho'kkan holda o'tirganini ko'rib aqlim uchdi. Hali o'g'lim tug'ilmagan. U esa yerga cho'kkalab olgandi. Bu qabul qilib bo'lmas holat edi. Jashinga qarata darhol o'rningdan tur, la'nati deb baqirdim. Jashin gapimni eshitib o'rnidan turdi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Darrov uyga qayt dedim unga tanbeh bergan bo'lib. Aytishim lozim topgan gaplarni aytganimdan so'ng unga e'tibor bermadim. Langerning go'yoki buddaga duo qilayotgandek soqqa toshlarni boshining ustiga qadar ko'tarib tashlashini tomosha qildim. Ularni tashlagach yuzini rangi birdan o'zgarib ketdi. Begona ayollarning avratiga uzangan qo'llar omadsizlik olib kelsa kerak, dedi u. Yana men yutgandim. Longerga qarab bor, qo'llaringni yuvib kel unda dedim. Longer kuldi va so'laklaringni tozalaganingdan keyin gaplashamiz hali deb javob berdi. Jashin shimimning pochchasidan tortdi. Yana tiz cho'kdi. Iltimos yuring men bilan uyga ketaylik deb yolvordi. Ayol kishi bilan uyga qaytamanmi? Jashin meni ahmoq deb o'yladimi? O'zim ham tushuna olmadim. Jahlim chiqib ketdi. Longer atrofimdagi tumonat odamlarga qaradim. Hammasi mening ustimdan kulayotgandi. Yo'qol uyga deb baqirdim Jashinga. Biroq uning ketish niyati yo'q edi. Yolvoraman, yuring uyga ketaylik. Yuziga ketma-ket tarsakka tushirdim. Boshi o'yinchoq misoli yon va atrofga tebranib ketdi. Men bilan uyga ketmagunizcha shu yerda mana shunday o'tiraveraman dedi va hamon yerda tiz cho'kib o'tirardi. Hozir o'ylasam ichim yonib ketadi. Yoshligimda o'ta tuban kimsa edim. Shunday do'pposlardim. Shunday ajoyib ayol ediki, ammo men uni so'kib do'pposlardim. Nima qilsam ham o'rnidan turmadi. Jashin, kaltaklayverib charchadim. Uning sochlari to'zg'ib ketgan, ko'z yoshlari daryo bo'lib oqardi. Biroz avval yutib olgan pulimdan olib, bizni kuzatib turgan 2 kishining qo'liga tutqazdim va Jashinni ko'chaga chiqarib tashlashlarini so'radim. Ular xotinimni olib chiqishar ekan, janoblar qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi deb qo'shib qo'ydim. Ular rafiqam tashqariga itg'atayotganda Jashin qo'llari bilan qornidagi o'g'limizni tutib olgan edi. Baqirmadi, e'tiroz ham bildirmadi. Uni katta ko'chaga olib chiqib qo'yishdi. Yiqilib ketmaslik uchun devorga suyanib olgan Jashin oyoqlarida zo'rg'a turardi. Kech kirgan atrof qorong'u edi. Asta-sekin uyga qarab keta boshladi. Oradan ancha yillar o'tgach shu voqeani eslab mendan nafratlanasanmi deb so'raganimda yo'q deb javob qaytargandi. Ko'zlarida shashqator yosh bilan rafiqam otasining guruch yoniga yetib bordi. Moychiroq
Sho'rada devorga akslanayotgan sharpasiga uzun-uzun tikilib qoldi. Otasi hisob-kitob bilan band ekanini bilardi. Bir muddat shunday turgach, ko'z yoshlariga ko'milib u yerdan ham ketdi. O'sha kuni Jiyashin uyga yetib olish uchun 5 kilometrdan ko'proq yo'l yurgandi. Qornidagi o'g'limiz Yujin 7 oylik bo'lib qolgandi. O'sha tosh ko'chalardan yurib ketidan daydi ko'ppaklar vovullab qolishiga qaramay, shuncha yo'lni yolg'iz o'zi bosib o'tgandi. Bu hodisadan bir necha yil avval Jiyashin o'quvchi edi. O'sha paytlar kechki maktablar bo'lardi. U egnida qordek oppoq ko'ylagi va qo'lida moychiroq bir nechta dugonalari bilan maktabga ketayotgandi. Muyulishdan burilsa nazokat bilan ketib boryapti. Poshnasidan chiqqan ovoz go'yo yomg'ir tomchilarining derazasiga urilishiga o'xshardi. O'sha mahallar Jiyashin nihoyatda go'zal edi. Undan ko'zlarimni uza olmadim. Sochlarini quloqlarining ortiga yig'ib olgan. Ko'ylagi ham o'ziga juda yarashib turgandi. Bu qiz mening xotinim bo'lishi kerak deb o'ylab qoldim beixtiyor. Jiyashin va dugonalari oldimdan kulib o'tayotganlaridan so'ng piyodalar yo'lagida o'tirgan poyabzal ta'mirlovchi ustadan "Bu kimning qizi?" deb so'radim. "Guruch savdogari Jining qizi, tilla qizi", deb javob berdi u. Uyga kirib ulgurmasimda onamga qaradi. "Zudlik bilan sovchi jo'nating, guruch savdogari janob Jinning qiziga uylanmoqchiman", dedim. Jiyashinni ko'chaga haydab solganim o'sha kecha meni omad tark etdi. Yutgan pullarimning barini bir qo'l o'yinda boy berdim. Jamiki pullarim changdek uchib ketdi. Longer esa tinmay kulardi. Kulaverganda hatto yuzining shakli ham o'zgarib ketdi. Tong otguncha yutqazdim. Boshim aylanib, qo'llarim sassiq hid chiqarib kekirib qo'ydim. Oxiri o'rtaga tikilgan dovni eng baland miqdorda ko'tardim. Shu paytgacha hayotim davomida bunday katta tavakkalga hech qachon qo'l urmagan edim. Qancha yaxshi kunlarning orzusi mana shu qo'ldan keyin hal bo'ladi deb o'ylab, kaftimga tupurib ishqalab qo'ydim. Endi sovqattoshni tashlamoqchi edim. Longer meni to'xtatdi. Xizmatkorlardan biriga qo'li bilan ishora qildi va "Janob Xuga issiq sochiq olib keling", dedi. Bizni tomosha qilayotganlar birin-ketin uxlagani ketishgan. Xumor stolining atrofida faqat Longerning 2 odamigina qolgandi xolos. Keyin bilishimcha, xizmatkor ham aslida Longer yashlar ekan. U menga sochiqni uzatdi. Yuzimni artar ekanman. Longer toshlarni menga bildirmasdan almashtirib qo'yibdi. Buni umuman sezmadim. Yuzimni artib bo'lib sochiqni pandusga otdim. Keyin toshlarni olib yaxshilab aralashtirdim. Tashlab bo'lgach, chakka emas, yaxshi raqamlar dedim. Longerga ham pulni 7 raqamiga tikdi. Avvaliga qo'llarini birlashtirib, ularni qattiq siqdi va 7 deb baqirdi. Sovqattoshlarning birida teshikcha va o'sha teshikchaning ichida sima bor ekan. Longer qo'llarini siqib toshlarni birlashtirganda teshikchali toshdan sima pastga cho'kkan. U toshlarni tashladi va bir necha marta aylantirib, aynan 7 da to'xtadi. 7 raqamini ko'rdim, boshimdan o'q yegandek bo'ldim. Bu safar o'yim kuygan, biroq muammo emas. Qarzga o'ynashda davom etaman va yutqazganlarimni qaytarib olaman deb o'yladim o'zimcha. Biroz o'zimga kelgach, Longerga "Mening hisobimga yozing", dedim. Longer qo'li bilan o'tirishga ishora qildi va endi hisobga yozib qo'ya olmasligini aytdi. "Oilangning 65 gektarlik yerini boy berding. Endi qarzga yozib qo'yadigan bo'lsa nima bilan to'laysan?" Bu gaplarni eshitib esnashim ham chala qoldi. "Bunday bo'lishi mumkin emas", deb e'tiroz bildirdim. "Aslo". Longer va yana 2 kishi daftarini ko'tarishdi va olgan qarzlarini birma-bir ko'rsatishdi. Longer boshimni silab, kichik janob, iltimos, yaxshilab tekshiring, dedi. "Bularning barini siz imzolagansiz. O'sha payt men 6 oy burun qarzga bota boshlaganimni, shu vaqt oralig'ida ota-bobolarimdan qolgan mulkning barini qimorda boy berganimni anglab yetdim. Qarz daftarimning yarmini ko'rib chiqqach, keragi yo'q, dedim. O'rnimdan turib, kasal tovuq misoli gandiraklab qimorxonadan chiqdim. Kun yorishgan palla.
Ko'chaning o'rtasida qayerga borishni bilmay o'tirib qoldim. Soya pishlog'i uchun mo'ljallangan savatni ko'tarib borayotgan bir tanishim xursand ohangda "Xayrli tong, janob Hu" deb salom berdi. Qo'rqqanimdan yuragim shuv etib ketdi va unga o'girilib qaradim. Kulayotganda ko'zlari boshqacha ko'rindi. "Ahvolingizga bir qarang, tamom bo'libsiz-ku" deb qo'shimcha qildi. U meni ayollar yeb bitirgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Kasodga uchraganimdan, oddiy mardikordan farqim qolmaganidan xabari yo'q edi. Ketidan qarab qoldim. So'ng kulib qo'ydim. Bu yerda qolish noto'g'ri bo'lar deb o'ylab yurib ketdim. Qaynotamning guruch ombori tomon borayotgan ikkita usta darvozaning ustki qismini ta'mirlayotgan edi. Meni ko'rishlari bilan kula boshladilar. Balki ular meni yana qaynotam bilan salomlashish uchun keldi deb o'ylagan bo'lsa kerak. O'sha kuch va jasorat menda asar ham qolmagandi. Boshimni xam qilgancha uyning oldidan to'g'ri o'tib ketdim. Ichkaridan qaynotamning qattiq-qattiq yo'talgani va yaxshigina balg'am silagani eshitildi. Bu shu azon qishloqning kirishigacha telbalardek yurib bordim. Ota-bobomdan qolgan jamiki boylikni qo'ldan chiqarganimni ham bir muddat unutib qo'ydim. Kalla bo'm-bo'sh, hatto fikr yurita olmaydigan darajada karaxt edim. Shaharchadan chiqib, oldimda uzundan-uzun so'qmoq yo'l chiqadini ko'rganimda yana bir bor qo'rqib ketdim. Endi nima qilaman deb o'yladim. So'qmoq uzra bir necha qadam tashladim. Biroq oyoqlarim o'zimga bo'ysunmas holga kelib qolgandi. Atrofga alangladim, hech kim ko'rinmadi. Kamarimni olib o'zimni shu joyga osgim keldi. Turfa xil o'ylar ilinjida iskanjasida yurishga harakat qilib ko'rdim. Biroz ilgaplagach, qarasam qo'lim hatto kamarim tomon uzalmagan ham ekan. Aslida o'lishni istamas, faqat o'zimni jazolash yo'llarini axtarayotgan edim. La'nat qarz men bilan birga o'lib ketmas. O'lib ketmasligini o'ylab o'zimga o'zim qo'y, o'lishga arziydimi bu dedim. Qarz otam tomonidan to'lanishi kerak edi. Dadam esimga tushdi-yu, yuragim orqaga tortib ketdi. Bu safar meni kaltaklab o'ldirishi aniq. Gandiraklab borar, bir tomondan esa ichim mm, ah, yechim axtarardim. Lekin nima qilsam ham natija bir xil. Boshi berk ko'cha. Uyga qaytib borishdan boshqa choram yo'q edi. Otamning kaltagidan o'lib ketish daydi ko'kpakdek o'yimni daraxtga osib o'ldirishdan afzalroq bo'lib tuyuldi. O'zim bilmagan holda shu qisqagina yurish davomida shunchalar ozib-to'zib ketibmanki, yuz-ko'zim o'zgarib, turg'im tanib bo'lmas ko'rinish olgandi. Onam meni ko'rgach qo'rqib ketganidan qichqirib yubordi. "Fuguyi, senmisan?" deb so'radi menga tikilib. Ba'zur kulib qo'ydim va bosh irg'adim. Onam bechora atrofimda girdi-kapari bo'lib o'zicha bir nimalar der. Lekin men hech vaqoni anglamadim. Eshikni itarib ochib xonaga kirdim. Jiyashen xonaning o'rtasida o'tirib olib, orqasini eshikka o'kirgancha sochini tarayotgan edi. Meni ko'rib og'zi ochilib qoldi. Bir kun avval uyga olib ketish uchun kelganda uni qanchalik kaltaklaganimni esladim. Uning qarshisida tiz cho'kib "Jiyashen, men tamom bo'ldim" dedim va o'sha zahoti telbaday xo'mrab yig'lab yubordim. Jiyashen darrov menga yordam berishga tutindi, biroq homilador holida meni qanday qilib ham ko'tarsin. Borib onamni chaqirib keldi. Ikkovlashib meni yotog'imga olib o'tishdi. O'rnimga yotgach, og'zimdan so'laklarim oqib tusha boshladi. Tik murdaga aylanib qolgandim. Ular o'lgudek qo'rqib boshimni ko'targancha hushimga keltirishga urinishardi. Ikkisini ham itarib yuborib, hamma narsamni boy berib qo'ydim deb baqirdim. Onam qotib qoldi. Bejo ko'zlari bilan menga qarab, "Sen nimalar deb valdirayapsan?" dedi. Hamma narsani yutqazdim. Turqu kepatim hamma narsadan darak berib turardi. Onam ko'z yoshlarini artar ekan yerga o'tirib qoldi va olma tagiga olma tushadi-ku dedi. Onaizor o'shanda ham meni yaxshi ko'rishdan voz kechmadi. Meni emas, balki otamni ayblamoqda edi. Jiyashen ham yig'layotgandi. Yelkamni siypalab menga tasalli bo'lishga urindi. "Agar boshqa o'ynamaydigan bo'lsangiz, hammasi o'ziga tushib ketadi" dedi u. Hech vaqom qolmagandi. Qimor o'ynashni istagan taqdirimda ham hatto bir qo'lga yetadigan mablag' ham yo'q edi. Xonadan otamning meni so'kayotgani eshitila boshladi. Bir tez qolganda xabari yo'q hali. Ayollarning tovushidan behuzur bo'lgandi xolos. Onam otamning ovozini eshitishi bilan jim bo'lib qoldi. O'rnidan turib tashqariga chiqdi. Uning izidan Jiyashen ham chiqib ketdi. Ular otamning xonasiga ketishganini bilardim. Birozdan so'ng otamning "Nomussiz, orsiz" deb baqirganini eshitdim.
Shu paytda qizim Sinxi eshikni ochdi va ichkariga kirib keldi. Eshikni yopib olgach, ayanchli bir ohangda dedi: "Dada, tez bo'ling, bobom sizni kaltaklagani kelyapti, yashirining." Men esa unga tek qotgancha qarab turardim. Keyin yonimga kelib, meni siltalay boshladi. Joyimdan qo'zg'ata olmagach yig'lab yubordi. Fenxayaning bu holini ko'rib qalbimga xanjar sanchilgandek bo'ldi. Jajji qizaloq ekaniga qaramay otasini himoya qilishga urinayotgan edi. Uni shu ahvolda ko'rgandan ko'ra parcha-parcha bo'lib titilib yo'q bo'lib ketsam bo'lmasmidi? Otam achchig'i chiqqan holda yaqinlashayotganini sezdim. U tinmay baqirardi: "Orisiz! Seni yo'q qilaman, itlarga yem qilaman, iflos!" O'zimcha: "Kel ota, meni mayda-maydalab tashlasang ham roziman" deb turibman. Ammo u eshigim oldiga yetib keldi-yu shilq etib yerga yig'ilib tushdi va joy darvozasida tipirchilay boshladi. Onam va jiyashim qichqirishib uni yerdan ko'tarishganini va o'z xonasiga olib ketishganini ko'rdim. Otam xuddi sibizg'a chalinayotgandek g'alati ovozda ingrardi. Otam 3 kun o'rnidan turmadi. Birinchi kuni rosa yig'ladi, ammo keyin piqillashdan to'xtadi. So'ng chuqur-chuqur xo'rsinishlar boshlandi. Xo'rsiniq ovozi xonamgacha eshitilib turardi. Alamli ingrab, gunohlarimni badali deb takrorlardi u. 3-chi kuni otam xonasiga kirishga ruxsat berdi. Yo'talib butun xonani tutib ketar gapirganida ovoz bazo'r eshitilardi. O'sha kuni onam xonamga kelib, otam meni ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Farrosh holda o'rnimdan turdim. "Oxiri baxayr bo'lsin" deb "Oxiri baxayr bo'lsin" ishqilib 3 kun yotog'ida dam olgandan so'ng otam meni hushimdan ketgudek qilib urishga yoki tilga qilib tashlashga yetadigan kuch to'plab olgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qanchalik qattiq kaltaklamasin, aslo qarshilik qilmayman. Otamning xonasiga yaqinlashganimda tanamda zarracha majol qolmaganini sezdim. Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmayotgandi. Xonaga kirib, onamning ortida turdim va bir ahvol bo'lib yotgan otamga ko'z ostimdan nazar tashladim. U ko'zlarini asta ochib menga qaradi. Oppoq soqoli onamga bizlarni xoli qoldir degandek titradi. Onam oldindan o'tib xonani tark etdi. U chiqib ketishi bilan ichim huvillab qolgandek bo'ldi. Avvaliga otam o'rnidan turib menga tashlanib qolsa kerak deb turdim. Ammo u qilt etmay yotardi. Ko'kragigacha yopilgan kurtkaning bir uchi osilib tushib yerga tegib turardi. "Fugui" qo'li bilan ishora qildi va "o'tir" dedi. Yoniga o'tirganimda yuragim qindan chiqib ketgandek bo'ldi. Dukurlab urardi. Qo'limga tekkanida qo'llarining qanchalik muzdek ekanligini his etdim. Qalbim ham muz bilan qoplangandek bo'ldi. Past ovozda "Fugui" dedi. "Qimorning qarzi nomusdir. Bu 100 yillardan beri shunday bo'lib kelgan va to'lanishi kerak. O'sha 65 gektarlik yer va uyimizni qarzingni to'lash uchun ularga beraman. Ertaga mis tangalarini naqd shaklda olib kelishadi. Men ularni ko'tara olmayman. Qarib qoldim. Qarzni to'lash uchun o'zing ularni ko'tarib olib borib berasan." Gapini tugatib, chuqur xo'rsindi. Ko'z yoshim shashqator oqardi. Meni do'pposlamasligini bilardim. Ammo aytgan gaplari o'limdan og'ir edi. Boshimni o'tmas pichoq bilan kesishgan, biroq haliyam yelkalarim ustida osilib turgandek edi. Otam qo'limdan tutdi va "Endi xonangga bor" dedi. Ertasiga o'rnimdan turganimda uyga 4 kishi kirib keldi. Ularning oldida ipak ko'ylak kiygan bir boy odam bor edi. U ortida turgan faqirona kiyingan hammollarga qaradi va qo'li bilan ishora qilib "Shu yerga qo'ying" deb buyurdi. Yukni yerga qo'ygan hammollar yuzlaridan oqqan terlarini ko'ylaklariga artib olishdi. Boy odam ko'zlarimga tikildi va mening o'rnimga otamga qarata shunday dedi: "Janob, so'raganingizni olib keldik. Uy va yerning hujjatlarini olib kelar ekan." Uzluksiz yo'talayotgan odam oqsoqlanib qadam bosar. Qo'lidagi valari bilan boy odamga boshini egib hurmat bajo keltirdi va "Sizni ovora qilgani uchun uzr" dedi. Biz tangalar to'ldirilgan 3 savat pulni ko'rsatib: "Hamma shu yerda. Istasangiz sanab olishingiz mumkin" dedi u.
Otam faqir, uni darsda bunga hojat yo'q. Iltimos ichkariga kiring, bir piyola choy bilan mehmon qilaylik dedi. Yo'q, rahmat dedi badavlat odam va menga qarab, yigitcha uyning kichik xo'jayinimi deb savol berdi. Otam boshini irg'ab tasdiqladi. O'zini tuta olmay kuldi va menga savatlar olib borayotganda ustiga qovoq barglaridan qo'yib ol, birortasi ko'z oldida turmasin tag'in deb qo'shib qo'ydi. O'sha kuni mischaqa pullarni ko'tarib qarzimni to'lash uchun shaharchaga 5 kilometrdan ko'proq yo'l bosdim. Ona va jiyashi savatlarning ustini yopish uchun qovoq barglaridan to'plashdi. Yo'lga tushish uchun tayyorlanayotganimda qarz to'lashga ketayotganimdan xabari yo'q. Fenxa menga uyga tez qaytib kelasizmi otajon dedi. Ko'zim yoshga to'ldi. Unga qarab ichimda bir nima uzilgandek bo'ldi. Ko'p kutib o'tirmay savatchalarni yelkamga ortib shaharga otlandim. Yetib borganimda savatchalarga ko'zi tushgan longer xursand holda iya iya kichik janob marhamat qilsinlar deb kutib oldi. Savatlarning uning oldiga qo'ydi. Longer qovoq barglarini birma-bir ko'tarib ko'rar ekan, qoshlarini chimirdi va bu alposda qiynalib ketmadingizmi? Bularni kumush tangaga almashtirganingizda sizni katta mashaqqatdan qutqargan bo'lardi-ku. Men mis tangalar to'la savatlarni tashir ekanman, u ham menga kichik janob deb xitob qilishdan to'xtadi. Qo'ying, shularni muammo emas deb boshini qimirlatib qo'ydi. O'zini yana do'stona tutgan boshqa bir kishi yelkamga qo'lini qo'yib, Fuguy, keling, biror narsa ichaylik dedi. Buni eshitib qolgan Longer darrov ha, ko'ngling tusaganini ich, mening hisobimdan deb qo'shib qo'ydi. Boshimni eggan holatda uyga qaytsam ham bo'lar deb o'yladim. Bir kunda ust-boshim kirlanib ketgan, yelkalarimdan qor uyushib qolgan edi. Uyga qaytar ekanman, yo'lda yig'lab yubordim. Mis tangalarni tashish meni shunchalar ezib tashlagandiki, bo'g'imlarim qaqshab og'rirdi. Free audio post production by alphonic.com.